Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrdon, omonmisiz? Sog'liklar yaxshimi? Charchamasdan. Allohga beadad shukr, yana bir ijodni o'z nihoyasiga yetkazdik. Oltariqdagi ijod mana bunday go'zal bo'lib bitdi, Allohga shukr. 2 qozon 100 litrli hamda 30 litrli qozonlarimiz stoli mo'y kechasi bilan shunday go'zal bo'lib bitdi inshaalloh. Mana shu holatda. Xo'p, malochniga qora kombinatsiya tanlandi. Qozonlar eng qalinidan inshaalloh qopqoqlari bilan yoqdik. Mana ozgina sinov jarayoniga bir yoqdik. O'sha suvlari yuzlab qaynashni boshladi. Tandiramiz 22 talik. Tepalarini bunday go'zal qilib mozaikalargacha qilib berdik mana. Chiroyli qilib. Go'zal bo'lib bitdi bu ham. Zontiklari inshaalloh tutunni zo'r tortadigan chuquridan. Xo'p, mana shu holatda qadrdon. Shu holatimizga 550 ta ablisovchini yig'ishimiz, keyin 500 ta oddiy pishgan yig'ishimiz ketdi. Va qolgani sement, qum, mayda chuydalari bilan mana shunday go'zal holatga keldi, Allohga shukr. Xo'p, qadrdon, bu sizga mana shu holat sizga aytib o'taman birdan. Qozonlarimiz super pilisos tanlansa 4,5 million so'mdan, hamma narsasi o'zidan. Keyin oddiyroq bor, ichki sxemasi oddiy bor, unisi 3,5 milliondan. Bu ham hamma narsasi o'zimizdan. Materialni inshaalloh ikkalasiga ham eng sifatli olinadi. Xudo xolasa juda uzoq yillar xizmat qilib beradi. Xo'p, joy metriga keladigan bo'lsak, где-то bir 6 metr, 6,5 metr joyga sig'di mana shu. 6,5 metr. Mana shunday go'zal holatda. Xo'p, nima qilamiz? Sinov jarayoni o'tkazib olamiz birdan. Oqiljon, yoqingchi. O'sha qopqoqlari bilan bo'ladi. Inshaalloh hammasi mana. Farqlab ozgina suv quygandik, qaynashga o'tib ketibdi. Mana shu holatda. Ozroq yonsin. Sal ko'proq cho'g' bo'ladi. Shoflarga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib, go'zal qilib bitkazib berdik. Shunday holatda qadrdon. Yonib ketgan, o'chiring hali. Sal o'zingiz bu tarafni to'sing, mana shu tarafda shabada beryapti-da. Mana shunday. Xo'p, mana qadrdon, super pilisos holatda. Tortishlari inshaalloh zo'r bo'ladi. Yaqinroq. Xo'p, pastroq Oqiljon. Mana shundoq. Nargisiga ham bitta eshigini oching-da, tuting. Bunisini eshigini yopamiz. Osmoni siriq bo'ldi bu yoq. Mana shu holatda qadrdon. Xullas, to'lmaydi asbestobamiz. To'lmaydi chunki mana bu havo kanallari qo'yamiz. Polni havo kanalini boshqaradi, sovutadi, tortib chiqib ketadi. Keyin mana oldiga qoraytirib chiqib ketmaydi. Xullas, mazza qilib ishlatadigan bo'ladi. Eng asosiysi juda oz o'tin ketadigan bo'ladi qadrdon. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, inshaalloh xizmatdamiz, go'zal qilib bitkazib beramiz. Ekranga nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqing. Keyin shu aytib o'tdim, 3,5 million so'm, 4,5 million so'm. Telefon qilavering, ko'pchiligimiz inshaalloh ishingizni tez orada hal qilib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, vaqtingizga rozi bo'ling. Alloh panohiga. Charchamanglar.